Bu smartfon bilan 30 soatgacha to'xtamasdan video ko'ra olasiz desam ishonasizmi? Bu yangi Honor X7D. 6,5 mAh quvvatga ega 2 elementli akkumulyator tufayli siz nafaqat 30 soat video tomosha qilasiz, balki 46 soat tinimsiz qo'ng'iroqda gaplashishingiz ham mumkin. Tushunyapsizmi, Karl? Bundan tashqari tezkor 35 Watt supercharge bilan batareya qisqa vaqtda quvvatlanadi. Telefoningizni qo'rqmasdan ishlatsangiz bo'ladi, chunki SGS sertifikati bilan 2 metrgacha tushishga chidamli. IP65 himoyasi tufayli yomg'irda ham, changli sharoitda ham bemalol foydalaning. Premium dizayn esa qo'lda juda yoqimli turadi. 677 dyuymli 120 Hz IPS displeyga ega ushbu smartfon ikki tomonlama stereo karnaylar orqali odatiy ovozni 400% gacha kuchaytirib, musiqani ham, filmlarni ham butunlay boshqa darajaga olib chiqadi. Asosiy 108 megapikselli kamera professional suratlarni taqdim etadi. AI texnologiyasi yordamida esa ortiqcha odamlarni yoki oynadagi aksni bir zoomda o'chirib tashlashingiz mumkin. Xullas, yangi Honor X7D kuchli batareyka, mustahkam himoya va professional kamerani birlashtirgan smartfon. Asahi orqali hoziroq buyurtma bering.